bemor hatto og'ir holatlarda 30-40 litrgacha bizda peshob berishi mumkin. Qandsiz diabet nima? Ya'ni ne sahrli diabet bizda ba'zida bemorlarimiz analiz topshirishga kelishadi. Ya'ni sahrim tushib ketmadimikan, menda ne sahrli diabet yo'qmikan degan shubha bilan kelishadi, lekin bu noto'g'ri. Chunki qandsiz diabet bu yerda qonda qandning miqdori bilan bog'liq bo'lmagan holat. Qandli diabet bilan o'xshashligi, ya'ni klinikasida ko'p chanqash va ko'p peshobga chiqish holatlari o'xshash bo'ladi, lekin asosiy tagida yotadigan narsa bu yerda bosh miyadagi o'zgarish. Ya'ni bizning bosh miyamizda gipofiz degan bezimizdagi vazopressin degan gormon miqdorining kamayishi, ishlab chiqarilishining buzilishi va buni hisobiga buyraklarimizda reabsorpsiya jarayoni buziladi va buyraklarimizda endi ikkilamchi siydik hosil bo'lmasdan birlamchi siydikning o'zi chiqa boshlaydi va shuning uchun yomon tarafiki bemor hatto og'ir holatlarda 30-40 litrgacha bizda peshob berishi mumkin va bu holatda bemorlarda asosiy yordam vazopressin yoki desmopressin gormonini nazal, ya'ni burun orqali tomchilab kirg'izish bo'ladi. Shuning uchun qandli va qandsiz diabetda bu yerda qonda qandning miqdori hech qanday ahamiyatga ega emas.